Assalomu alaykum aziz insonlar. Mashhur artistimiz qaysi Ulug'bek Qodirovmi? Artistimiz bitta hamkori va do'sti bilan aytgan ishlari bor. Hali tirik biz o'lganimiz yo'q deb. Xudoga shukr azizlarim. Ayrim qo'shlarim aytadi, siz xalq duosini olyapsiz. Rahmat shunchalik mag'alaring uchun. Sizlarga hozir bir narsani aytib qo'yay. 16 dekabr seshanba oqshom soat 20 dan 2 minut o'tganda prezidentni portaliga telefon qilib, juda katta, mana umumiy hisobda 53 minut 53 daqiqa 26 soniya davom etdi. 496 raqamli operator qabul qilib oldi. Juda katta maqola e'lon qildi. Hozir doktorga kirib chiqdim. Xudoga shukr. Kardiogramma qildirdim. Yuragi yaxshi. Qon bosimim yaxshi. O'sha seshanba kuni ertalab analizlarni topshirishim kerak edi, oyoq og'risi to'g'risida. Lekin mana holatlar bilan borib, yana haftadan topshiraman, xudo xolasa. Sizlarga aytadigan gapim borki, azizlarim, o'qigansizlar Farhod va Shirin dostonini. Ulug' bobomiz Hazrat Navoiydi. Unda Yosuman ismli bir makkora ayol bor. Qanday qilib pahlavon o'g'lon Farhodni qo'lga tushirganini bilasizlar. Xuddi shu Yosuman hozir Farg'onada mavjud. Bu ismi Umida Turg'unova. 69-yilda tug'ilgan, yaqinda yanvar oyida bo'lsa kerak tug'ilgan kuni. Oliy ma'lumotli ayol. Savol tug'iladi. Ne sababdan bu ayolda shu darajada e'zozlaydi? Qarang. Uni qilmishlari to'lib yotibdi. Xalq borib murojaat qilgan joylarga murojaat qilyapti. Ayyor qabulga borishga murojaat qilishgan. Men guvohman azizlarim. Hokimlar guvoh, nazari, bozori hammasi guvoh azizlarim. 20-yil. 23-yil, 20-yil. Undan keyin bu ayol ustidan arz qilganlarga ayrimlarni jo'natib, do'q qilib, azizlarim. Bu ayol sudyalarda oldiga kirdi. Mana qo'shnisi bir o'sha o'zi yashayotgan, Umida Turg'unova yashayotgan uyda qo'shnisi, uniki 3-podyezd bo'lsa, 1-podyezda o'tiradigan mo'tabar ayol u zohlar zavodda rahbarlik lozimda ishlagan Aziz Nuriddinov ayoli bor. Shahzodaxon, ham hozir 75 dan oshdi yoshi, menimcha. Bu ayol bilan so'tlashdi. Men guvohlikka bordim. Koridorda o'tiribmiz, Shahzodaxon xonim bilan. Bu Umida Turg'unova studiyalarda oldi. Yemin erkin kirib ketyapti-da, yemin erkin, hayron qolasiz. Nazaribdi qulog'idan qilib xalq ko'm tashadi. Bozoribdi. Viloyat prokurori-ku endi yana tilim kichikda azizlarim. Viloyat prokurori Baxtiyor Ismoilovdi. Jinoyatkorona hayqirig'ini cho'ntagiga solib qamadigan. Endi adolat. Endi uni qo'l ostida nechta prokuror ishlayapti azizlarim? Butun bu 23-yilda bo'lgan voqea. Qarang. Hayqirig'ini general bilan, Ikromov bilan yonma-yon turib o'tiribdi. Hayqirdi u ishonch bilan nimalarni oldirib oldi avval video kameralarda ko'rdilaring. Bobur Akmalov buni aytdi, yoritdi, bilasizlar, qaysidan chiqadi Boburjon Akmalov. Lekin birortasi munosabat bildirdimi? Bu jinoyatkorona buyrug'ini hayqirgani butun dunyo eshitdi, lekin O'zbekiston Toshkentda o'tirgan mutasaddilarga e'tibor bermadi azizlarim. Bu Baxtiyor Ahmadjonovich Ismoilovning ustozi. Surxondaryoning qonini so'rayapti. Xalqni genotsid qilyapti. Shavkat Miromonovichga e'tibor bermayapti xalqim.
jinoyatkorona prokuror, jinoyatchi prokuror, jinoyatchi bu. Bu azizlarim, tasavvur qiling. Qanday qiladi agar video kamerasi xonasiga olib kirib olsa azizlarim? Aynan o'sha ayolning nomidan kelib mana zarbani yaxshi bera olmadi. Avval kunduz razvedkachilar jo'natdi. Nazarov, shahar hokimi. Qandaydir ikkita ayolni undan avval jo'natdi. Men aytyapman sizlarga. Glazurlarni bo'yatishib qo'ygan. Ya'ni bitta narsani aytayman sizlarga azizlarim. Uchtasi kirib chiqib ketdi. Mana kirganlarni nimalardan bittasini taniyman, Baxtiyor eskidan ishlaydi, kirim haligi barmoqlarni olib yurardi, militsiyalarda hozir pensiyaga chiqib olgan. O'sha bilan yana ikkita militsioner kelishdi, birinchi bo'lib. Qachonki portalga telefon kelganimdan keyin. Ungacha qarang, o'sha voqeadan keyin tonggatar soat 2:30 2:30larda bo'lsa kerak, militsiyaga o'g'lim telefon qildi. Ertalab uchastkoga boradi. Kelgan yo'q uchastkoga. U lekin ro'yxatgan. Lekin doktorlarning oldida telefon kelgan. O'sha kuni oqshomda bu dushanba kunimi? Xullas 15-kuni. Oqshomda yana telefon qildi militsiyaga. Xo'p deb ro'yxatga oldi. Lekin faqat 16-dekabr seshanba kuni ertalab yana qat'iy turganimdan keyin yoki Toshkentdan tushgandan keyin bo'lsa kerak, podyezdim militsiyaga to'lib ketdi azizlarim. Endi bu la'natlarni qarang. Biri kirib chiqib ketsa, ikkinchisi kelyapti. Men hozir chiqib ketsan, o'zingiz yozibsiz bitta kapitan. Quloq soling xalqim. Qanaqa kapitanligini. Ismi sharifni ko'rsatdimmi uni? Lekin hozir kirib kelsa, hamma yo'qni bostirib yuboribsiz dedi. Men palonchi pistonchiman, kapitan dedi. Zafiresini ochib ko'rsatdi. Keyin nima deydi deng, hozir kirib ketdi. Tualetga kirib ketsam maylimi deb. Yo'q dedim. Farg'onadan bu yoqacha salkam 10 kilometr. O'sha yerdan bu yoqqa kelibdi. Kirganlarni aylanib yuribdi, meni izlab topib, meni uyimga 4-qavatda yashayman azizlarim. Chiqib olib tualetga kirib chiqaymadim. Eshikni yopib olsam, eshikda tepdi, oyog'ing singir bu kapitan, murtad. Chichqoq. Yonida Baxtiyor turibdi u, kirgilida. Eskidan ishlagan. Yoshi 60dan oshdi, menimcha Baxtiyor deb. Barmoq izlarini olib yurardi doim. Mana o'shani oldi deb qo'shlardim. Meni eshigim hali yupqa tunikadan qilingan. Ko'ryapsizmi sizlarim? Yosuman boshqaryapti Farg'ona mafiyasini. Mana u prokurorga bo'lsa ustozlik qilib ketdi mana Surxondaryoning bugungi kundagi. Qonun yutkazayotgan, genotsid qilayotgan, manqasini oqizyapti Surxondaryo xalqini. Endi azizlarim, sizlar bo'lsa like bosishdan qo'rqasizlar. Jinoyatchi bo'lmang xalqim. Kelajak farzandlaringiz jinoyatchi bo'lmang. Ma'naviyat mana kecha Xudirnada domla bilan uzoq gaplashdim. Aytaman sizlarga o'shani. Birinchi prezident yo'riqnoma yozib ketgan. O'zbekiston 21-asr bo'sag'asining kitobini o'shaligi men sizlarga takror aytaman. Yo'riqnoma. Buni bilasizlar. Nima qanday qilib mafiya tuzishdi, qanday qilib korrupsiya tuzishdi, qanday qilib killerlar tuzishni yozib ketgan. O'sha 82-84-sahifasida. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch degan kitobini ham o'qigansizlar. Qanday yuksak ma'naviyat qanday bo'ladi? Lekin bunaqa ma'naviyatlar bormi? Yana takror aytaman. Shavkat Miromonovichga. Shu darajada bandsizki, mana ertaga borib kitob 6-noyabrda zakaz qilib pulini to'lab kelganman. Chaqiramiz, 6 kunda bosib chiqaramiz degan, lekin ya'ni haftaga borib kelishi mumkin. Bugun hozir men sizlarga mana bugun juma kuni 19-kuni sizlarga murojaat qilyapman. Telefon qilishmadi ularga ham. Yolg'onchi, mana u aferist, Farg'ona shahar hokimi, g'irt aferist, ko'zi o'ynab turadi. Biladi aldayotganini. Aldadi 6-noyabr kuni prokuror ko'rsa. Ularda yo'riqchisi mana Madam Wong, bekorga aytmadim sizlarga. Qozoq film bir vaqtlar kino ishlagan, Tayni Madam Wong deb. Mafiyani boshlig'i. Serik Konakboy o'ynagan
boksdan jahon chempioni. Shundoq azizlarim. Aytgan gaplarim ko'p, lekin aytmoqchi kechagi mana 410 dekabr soat 20 da prezidentga murojaatimni nimasini ham aytib qo'yay. Prezident ajab emas, Saidaxon Shavkatovna bir yuragi o'ynab, to'g'ri ma'noda haligi kasal ma'nosi bu, yuragi xapriqib, mana nimani diqqat qilsam, aytdim Shavkatovnaga, Shavkat Miromonovich ikkovsiga murojaat qilgan aytyapman, 53 daqiqa 26 soniyani ichida. Mana 496 operator qabul qilib oldi, yarim soat to'landi. Ungacha haligi million Alex Ross'ni muzikasini qo'yib qo'yishdi. 749 722 25. Ulangandan keyin agatdan bolam ismi sharifini aytishim bilan ayta qo'lyapti hammasi yozilib. Kinokan bosh bilan mahallamni aytmasdan turib mahallamni nomini aytdi. O'sha 496 operator. Hamma yoq tashlanib kelyapti. O'sha Umrzakov tomonga Zaylobli imtihon. Lekin qani? Kim? Mana bugun Ismat Xushovni nima bilan suhbatini ko'rdinglar? Xurshid Do'stmuhammad bilan. Prezident Karimov qanday odam edi? Qanday odam edi? Suhbatlarini qarang. Siz kamtarda ikkovsi bir-biriga paxta qo'yishib bular. Xurshidjon Do'stmuhammad 2002-yili qanday ishlar qilganingizni maqtayapsiz. Siz 2000-yili bordim-ku oldingizga og'ayni. Barmoqqa nechma taxt oldim, sizda bormi? Keyin mana Oliy sud raisi bilan suhbatini so'rayapti. Sobiq raisi bilan yosh 90 yetib qolganman, oshqani dedimi? Ubaydulla Qurbonovich Mingboy bilan ham Karimov qanday odam edi deb. O'zingiz qanday odamsiz, Nima? Ismat Mahmudovich qanday iqtidorga kelganda qanday tosh otgansiz? Muqbil tosh otarga o'xshab Shavkat Miromonovichga. Birortasi ajab emas, men ovozimni eshitib, kim mana shu tosh Moskvadan chiquvchi bir kimdir yoritgansiz qanday qilib xalqqa yomonlagansiz. Bugun endi qaradingizki, chet elda Maksim Gorkining singari non topolmasdan kelib olib, Maksim Gorki ham bir vaqt Kapriorolga borgan. Azizlarim, sizlarni yomonlamadi, lekin o'sha yoki hatta birovni e'tiborga tushmasa, mana bu Sojinovning kitobini o'qisalaring bilasizlar. Qaytib keldi. Keyin onasini yozdi. O'sha vaqtda yozdimi, oldira yozdimi? Mana bu Ismat Mahmudovich ham endi ko'rdingizmi? Ko'ryapsizlar xalqim. Bu bir Qodirov aytmoqchi, hali tirik o'lganimiz yo'q. 5 ta partiya, azizlarim, 5 ta partiya mana ko'rmadi deysizmi? Qarang, ko'rmadi deysizmi mana u cho'ntagiga solib qamadi hayqirgani, Viloyatda bosh korrupsionerlardan bittasi. Cho'ntagiga solib qamadyapti. Bu jinoyat bu, azizlarim. Bir vaqtlar cherdaklarga avtomatlar tashlashib, cho'ntagiga nashalar solishib, o'sha cho'ntagini o'sha qolgan meros mana haqligacha kelyapti. Kelar ko'p vaqtlayni olmay, o'zim ham hozir ko'chadan keldim. Birinchi ketadi, lekin meni alam qiladigani qarangda, meni Shuhrat Esonov aldadi o'sha 16-kuni. Hozir dedi Elyor Tojboyev sudga kirib ketyapman dedi. Chiqib boraman dedi. Keyin telefon qilsam olmadi. Qo'ying endi. Nimagaki mendan bir tiyin chiqmaydi. Bittasi bir edi. Siz Quvagacha tepib borsam cho'ntagingizdan bir tiyin chiqmaydi deb. Quvagacha 35 kilometr. Mana shunaqa azizlarim. Yana mana nima yoritdi? Otabek Jo'rayev bilan oldin mana Ulug'bek Ashurov yoritdi, Kanadadan turib. Keyin mana Sirojiddin Media yoritdi. Nimaga qanaqa ta'ziylar qilinib, qanaqa mana Gulrano qizga, qarang. Gulrano. Asal qizim, Xudo joningiz omon qilsin. Bu davlatda shunaqa prezidentga hech narsa yetib bormaydi, shuni salam qiladi. Menda bo'lsa o'g'illarimni o'ldirishdi, o'g'lim bilan qizimni o'ldirishdi.
ota-onamga sabab bo'lishdi. Ertaroq 1-2 yil bo'lsa-da ertaroq ketishlariga qaraganda menga jon kuydirishib, men ularni gapiga kirmadim, bo'ldi bolam bo'ldi. Hozirgacha farzandlarim aytadi, ota bo'ldik, endi mana ko'plariga maslahat qilasizligi, ko'rtindoq ishtirdim. Mehribonlar aytadi, ota masjidga borib namozingizni o'qing. Choyxonaga borib choyingizni iching. Xudo deb yoting deb. Men Xudo deb yotib hayqiryapman. O'sha Xudo deb sizlarga bitta savol. İchlarida xudosi bor odam, xudoga ishongan odam to'g'ri so'z aytishdan qo'rqmasligi kerak. Sizlarda xudolaring bormi? Xudoga ishonadigan bo'lsangiz, haq so'z aytishdan nimadan qo'rqasiz? Xudosizlar bular. Qarang, mana gap ko'rlanib keldi. Shavkat Miromonovich hajga borib keldi. Undan avval Islom Abdug'anovich ham bordi umraga. Lekin birorta din peshvolari Toshkentda o'tirganlar, mana aholimizni 99% agar 100% bo'lmasa musulmon hozir. Birortasi kamina aytgan gapni aytdimi prezidentga? Qur'onni maktabga yillar kirdilar. Shavkat Miromonovich deb. Sal diyonatni o'rgansin yoshlar, yoshlikdan deb. Yo'q, yollashish shart emas, ana Qur'on musobaqalarini o'tkazib turadi. Yo'q. Nazariyasini. Hamma ham fizikani o'qib maktabda fizik bo'lib ketmayapti. Matematikani o'qib matematik yoki geografiyani o'qib geografiya bo'lib ketmayapti. U tushuni singari. Qur'on maktablarda bo'lsa, uni nazariyasida Qur'onni mana bu ilmi urfonini nazariyasini. Men uni aytyapman azizlarim. Ko'ring, kanalimda turibdi. Qur'on maktablarga deb. Bomba videoni ko'ring azizlarim, bir boshdan ko'ringlar, qanday qilib qachondan beri hal qilayotganim. Buning uchun nimalar qilishmayapti azizlarim? Nimalar qilishmayapti ablahlar? Avvalgi mana yanvarda 3 yil bo'ladi. Prokuraturaning yonida bitta haromini yollashdi, qo'limizni sindirib ketishdi, izlashmadi. Izlashgan yo'q azizlarim. Do'pposlab ketganlarning son sanog'i yo'q azizlarim. Uyimgacha keldi mana. General Hudaybergenov mana meros qilib qoldirib, Sattorov kitobi shu o'tirgan joyimga keldi. Uchastkovoy. Tursunov g'olib. General Sattorov jo'natdi. Bor bir qo'rqitib kelgan deb. Ikkita anketani olib, nima? Anketami ekan. 7 pushtimgacha ayta savol bor. Kim bo'lib o'tgan bobolarim, kim bo'lib o'tgani, men bilan ayolim, tumarz qizimning onasi. Eshitdingizmi? Bular mana bugun hozir general Ikromov ketadigan bo'lsa, o'zi bilan olib ketadi yoki yo'qotib yondirishib ketadi. Nima tushun singari. Oxirgida mana hozir yo'yoki kelib, yuring siz ekspertizaga olib boraylik deyapti. Ekspertizaga olib borishdi qo'lim singanda. Ekspertizaga olib bordi 2009-yili qizim 8 yoshga to'lgan kuni 9-oktyabr kuni. Bir natija chiqdim, biron qiz son sanog'i yo'q. Mana shunday azizlarim, qanaqa mantiq qoldi? Qani ma'naviyatlar yo'qotishadi bir vaqtdan, blogerlarni mana umuman Shavkat Miromonovich aytganlarini mutlaq tersini qilishadi. Blogerlar orqalariga turibdi, blogerlarda bir vaqtdan gumdon qilishyapti. Mana ko'ryapsizlar. Adolat dedi, teskarisini razolat qilishyapti. Oshkora bular pinhona ish qilishadi mana. Ko'ryapsizmi? Prezidentlarda aytgani mutlaq teskarisi bo'lyapti. Mutlaqo teskarisi. Islom Abdug'anovich aytadi, elimni yurtimda yonib yashaylar dedi. Nima qildi? Elimni yurtimda yonib yashaylar. Enasini 3 ko'rgandan ko'rsatgan aytyapman sizlarga. O'shani kelinglar. Takrorlamayotganda ko'raveringlar. Avvalgilarning hammasini. Hammalarni yaxshi ko'raman. Eng hayotcha nima dedi? Yuzni radosli insonman men. Hozir velosiped bilan qoldim. Lekin vaqt oliy hakam. Oliy hakam vaqt bu. Buyuk ijodkor. Alloh karim. Sog' bo'linglar hammalaring. Mana uni yozib olganim, mana bu murojaat. Mana shu nima bilan tuzgan dogovorim. Mana ko'ringlar-da, mana shu. Xolos, o'qib beraman. Poligraf super servis mas'uliyat cheklab MCJ. Klassik nashriyoti. Buyurtma 230. Sharq yakka kurash ustasi kitobini buyurtma qilib topshirganman. Qaysi kuni? 6-11 va 25-yili. 6 kunda chiqadi dedi. Bu nashriyot direktori. Hozir ismi ham esimdan chiqib qoldi. Kitobni ikkinchisini ham to'xtatib qo'ydim. 6 kunda ota chiqadi dedi. Mana bugun qarang, 1,5 oy bo'lyapti.
Chaqirishgan yo'q, borgani vaqtim bo'lmayapti. 25 dona kitobga 1 million to'ladim. Bittasiga 40 ming so'mdan. Mana kelinglar, ko'ringlar mana azizlarim mana. Teskari bo'lsa ham ko'rib turinglar, ko'rib qo'yinglar. Mana. Kitob yozayotgandim. Ikkinchi kitobim yarmi yozganda, lekin kitobimni olib kelsam sizlarga ko'rsataman. Agar mana u nima qilishib, hali bir qilganlar sirasi olib tashlashadi. Lekin men pulini to'laganman azizlarim. 1 million bosmaga keyin mana nimani nashriyot grifi uchun yana 1 million 177 ming so'm to'laganman. Xullas 2 million 177 ming so'm to'lab. Eshitdilaringmi? Azizlarim, sog' bo'linglar. Naqadar bana umuman ko'p nima qilavermaysizlarga sog' bo'linglar, ko'ringlar, avvalgilarni she'rlarimni tinglanglar. Men shoir emasman, lekin yondiryapman. Shundoq azizlarim.